Qiyinchilik bo'ladi-da. Men yomg'ir yog'sa ayniqsa bolalarga. Bu avval juda yaxshi asfalt edi. Hozir yomon bo'lib qoldi. Endi o'rtada bir shag'al-pag'al to'kilsa o'ziga keltirdi. Hozir bir yomg'ir yog'sa, mana shu to'lg'azgan yamalar ochiladi bari. Mana yozgi kunda hozir turibdi. Yamasi juda ko'p. Shag'al bilan to'lg'azib qo'yganmiz. Endi mashinam bo'lmasa peshkom boraman. Hozir endi bir mashinam surib turibdi, mashinada boraman. Peshkom borsam marshrutka chiqquncha 2 kilometr bosaman. Mana shu yerdan. Ha meni bu yog'imdagilar 3-4 kilometr bosadi. Eng chiroyli yo'l mana shu edi. Mana shu Miyasa kombinat remont qilib turardi bu yo'llarni. Hozir mana razvaldan keyin Miyasa kombinat ham qaramaydi. Mana biz ayil ham bu kimi balansida egasi chiqmay qolib qilinmay qolgan. Hozir ham birov qaramaydi. Bu ayil balansida emas ekan. Hozir texnika juda ko'p yuradi. Jugi bilan. Mana uylar gursa-gur, chang ashincha. Ama pastda mana shu yo'lda oxirida hozir 2 yildan beri pensionatmi, больницami qurilyapti. Buzat, og'ir mashinalar ham buzat. Yosh kattalar qiynalanyapti, maktabga borgan bolalar qiynalanyapti. 200 tacha aholi. Studentlar qiynaladi, sadikka borayotganda qiynalamiz. Maktab bolalarni olmay ketadi, katta ko'chada ham. Hozir marshrut kamayib qoldi. O'zimiz больницаga boramiz. Hech bir chaqirganini ko'rmadim.